Samolyot eng xavfsiz transport vositasi. Samolyotlarda avariyalar uchrab tursa ham, ular mashinalarga qaraganda ancha kamroq bo'ladi va bu xatarlikdan qutulish mumkin emas. Lekin oddiy samolyotlar nimani qilish olmaydi? Ular o'z-o'zidan iz qoldirmasdan yo'qolib qolish olmaydi. Lekin MH370 samolyotni tarixi bor. 8-mart kechasi 2014-yil Boeing 777 Malayziya poytaxtini aeroportidan uchib chiqib ketadi. Qo'nish joyi Xitoy, Pekin. Bu har kuni qaytariladigan Malaysia Airlines reysi edi. Samolyotning ichida 200 tadan ortiq odamlar va samolyot ekipaji. Samolyot tepaga ko'tarilgandan so'ng 30 daqiqadan keyin samolyot komandiri oxirgi marta yer bilan aloqaga chiqadi. 40 minutdan so'ng Boeing nafaqat radarlardan, balki umuman yo'qoladi. Ichidagi 200 tadan ortiq odamlar bilan va bu aviatsiyadagi eng muhim va katta sir bo'lib qoladi. Samolyotni topish ishlarida bir necha davlat qidiruv bo'limi ishlaydi. Yillab vaqt ketadi va 100 million dollardan ko'proq pul ishlatiladi. Samolyotni kimdir qo'lga oldimi? Samolyotda terakt bo'ldimi? Dvigatellar uchib qoldimi? Kapitan o'z jonini oldimi? Yoki esa samolyotga meteorit yoki chaqmoq tegdimi? Samolyot haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lgan odamlar bilishadi. Katta Boeing samolyoti o'z-o'zidan yo'qolib qola olmaydi. Samolyotda radarlar, yerdagi radarlar va osmondagi sputniklar samolyot qaysi vaqtda va qayerda turganini aytib turadi. Agar samolyot qunasa ham, radarlar samolyot qayerga qunaganini ko'rsatib turardi. Lekin bu hammasi 370 samolyotiga tegishli emas edi. 11 yil ichida hali hech kim aniq javobini bera olmaydi. Samolyotda nima bo'lganini. Bugun biz yo'qolgan Boeing 777 samolyotining to'liq tarixini o'rganib chiqamiz. Samolyot yerdan ko'tarilishdan yo'qolganicha va haqiqatni aniqlaymiz. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Kia kanalida. Videoga avans bilan like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Chunki bunaqa videolarni chiqarish uchun juda ham ko'p vaqtim ketadi va sizni likingiz esa menga motivatsiya bo'lardi. Hammaga kattakon rahmat. Bir narsani oldindan tushuntirib qo'yaman. Malayziya Boeing 777-samolyotni ikkita ismi bor edi. MH370 va 370. 370 ismi ko'proq O'rta Osiyolarda aytiladi. Amerikalarda esa bu samolyotni MH370 deb aytishadi. Shuning uchun keyinchalik dokumentlarda MH370 ko'rib qolsangiz, o'sha samolyotligini bilib oling. Keyinchalik g'alati savollar bo'lmasligi uchun. 8-mart 2014-yil oddiy kechalargidek boshlangan edi. Endi Malaysia Airlines Boeing 777 Malayziya poytaxtidan Kuala Lumpurdan Xitoyning Pekiniga yo'l olgan edi. Bu Malaysia Airlines uchun har kungi reys edi. Reys 5,5 soat davom etardi. Havo yaxshi, ochiq edi va hech qanaqa muammolar kutilmayotgan edi. MH370 reysning kapitani Zaxari Ahmad Shah. Uni yoshi 55 ta edi. Zaxari Malaysia Airlines kompaniyasida 30 yildan ortiq ishlagan edi va Boeing 777 ni u ancha yildan beri boshqarib kelayotgan edi va yetarlicha tajribaga ega edi. Ikkinchi pilot Farik Abdulhamid. Uni tajribasi ko'p emas edi. 4 yil va Boeing 777 samolyot uning uchun testoviy reys edi. Lekin u 4 yillik tajribasi bilan bunaqa katta samolyotda ikkinchi pilot bo'lib tushgani uni tajribasi yaxshi deganini ko'rsatardi. Ikkita pilotdan tashqari 10 tadan ko'proq ekipaj bor edi. Ularni ish tajribasi 10 yildan 30 yilgacha. Samolyotda 227 ta odam bor edi va ularning ko'pi xitoylik edi. Samolyot to'liq zapravka qilingan edi va yoqilg'i 7,5 soatga yetish kerak edi. Reys o'zi 5,5 soat bo'lsa ham, bu samolyotlar uchun standart vaziyat va bu ja qiziq narsa emas. Lekin samolyot tepaga ko'tarilgandan keyin bunaqa kichkina detallar ham ko'p narsalarni hal qilib qo'yadi. 00:40 da kapitan Zaxari uchish uchun ruxsatni oladi. 101 da samolyot 35 ming futga ko'tariladi. Bu 10,5 kilometr. Ko'pincha samolyotlar shunaqa balandlikda uchishadi. Kapitan ovozi sokin va tushunarli edi. U dispetcherlar bilan yaxshi gaplashayotgan edi va hamma radarlarda ko'rinib turgan edi va samolyot yaxshi uchib ketayotgan edi. Hech qanaqa muammosiz. Lekin ataga 7 minutdan so'ng g'alati narsalar sodir bo'lishni boshlaydi. 1:08 da kapitan Zaxari samolyot 350 futda uchib ketayotganini aytadi. Kapitanning gaplari g'alati eshittirmagan edi. Uni gaplari g'alati edi. 7 minut oldin kapitan samolyot balandligini aytgan edi va bu narsani yana qaytadan qaytarish kerak emas edi. 7 minut oldin kapitan samolyotning balandligini aytib bo'lgan edi va bu narsani yana qaytarish g'alati edi va bu sababchi ham bo'lishi mumkin edi. Bu haqida hali gaplashamiz. 11 minutdan so'ng 370-reys Janubiy Xitoy dengizida edi. U Malayziya hududidan chiqib Tailand hududiga o'tgan edi.
dispetcher kapitanga Vyetnamdagi Ho Chi Minh dispetcher bilan aloqaga chiqishni so'raydi va xayrlashadi. Zahari ham xayrlashadi. Bu gaplarda g'alati narsalar bor edi. Dispetcher kapitanga 5 talik sonni aytadi. Bu radio to'lqinida. Kapitan uni qaytarib dispetcherga aytish kerak edi, lekin bu uni qilmaydi va hamda bu gaplar kapitanning eng oxirgi gaplari edi. U Vyetnamdagi dispetcherlar bilan aloqaga chiqmaydi va mutlaqo radarlardan yoqiladi. Bu vaziyatdan keyin aviatsiyaning eng katta siri boshlanadi. Birinchi bo'lib, samolyot radarlarda yo'qolganda keladigan savol bu samolyot qunadi. Lekin keyinchalik aniqlashi bo'yicha samolyot radarlardan yo'qolgandan keyin ancha payt osmonda uchib yurgan. Hamda samolyot radarlardan yo'qolgan joy ajoyib edi. U Malayziyadan chiqib ketgan edi va hali Vyetnamga kirmagan edi. Bu kichkina joyda samolyot radarlardan ko'rinmaslik qilish uchun eng zo'r joy edi. Samolyot yo'qolgandan keyin odamlar g'alati gaplarni gapirishni boshlashadi. Ularni masonlar o'g'irlashdi yoki esa samolyot boshqa koinotga tushib qoldi. Lekin men sizga faqat aniq faktlar va dalillar bilan ko'rsatilgan ma'lumotlarni taqdim qilaman. Samolyot bitta joydan ikkinchi joyga yetib borgancha radarlar uni 100% vaqtini kuzatib turadi. U qayerga uchib ketyapti, qanaqa tezlikda va qanaqa balandlikda ham ko'rsatib turadi. Radarlarning ikki xili bor. Birinchi, bu katta vertikal turadigan tarelkalar. Qo'pol qilib gapirganda, ular samolyotga signal yuboradi va u qanchalik tez qaytib kelsa, uni uzoqligi, qanchalik tezligi va qanchalik balandlikda turganidan aniqlashadi. Bu sistema eski va ko'p xatoliklar qilardi. Shuning uchun hozir hamma aeroportlarda transponderlar ishlatishadi. Ular samolyotni o'ziga joylashgan bo'ladi va u hamma ma'lumotni taqdim qilishi mumkin. Tezlik, balandlik va yo'nalishi. Shu sistema tufayli Flight Radar degan sayt ishlab keladi. Bu saytda siz hozirgi payt osmondagi samolyotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yo'lning muammosi, agar transponder ishlashni to'xtatsa, u radarlardan ko'rinishni to'xtaydi yoki esa kimdir uni o'chirib qo'yishi mumkin. Keling undan ko'ra 8-mart 2014-yilga qaytamiz. Samolyot radarlardan yo'qolgandan keyin yerda nima bo'layotganida. Kuala Lumpurdagi dispetcher samolyot yo'qolganini sezmagan edi. Boshqa ishlar bilan band bo'lgani uchun. MH370 reysi radarlardan yo'qolganini sezganda, u Vyetnam chegarasiga o'tib ketdi deb o'ylaydi. Vyetnam dispetcherida o'sha payt ularni radarida MH370 reysi paydo bo'ladi va yo'qolib qoladi. Qoida bo'yicha, agar kapitan ularga 5 minutda aloqaga chiqishmasa, ular Kuala Lumpur bilan aloqaga chiqish kerak edi. Lekin Vyetnam dispetcherlari 20 minut kapitan bilan aloqaga chiqishga harakat qilishadi. 20 minutdan so'ng esa ular Kuala Lumpurga vaziyatni tushuntirishadi. Kuala Lumpur dispetcherlari esa Malaysia Airlines bilan aloqaga chiqishadi va bo'layotgan vaziyatni tushuntirishadi. Ular esa hammasi joyida va hozir samolyot Kambodjaning ustidan uchib ketyapti deyishadi. Lekin bu gaplar fakt emas. Samolyot uchish plani bo'yicha gapirayotgan gaplarida va ozgina vaqtdan keyin ikkita tomonlar ham samolyot to'g'ri tomonga uchib ketyapti deyishadi va MH370 haqida mutlaqo unutishadi. Lekin o'sha eski radarlar MH370 samolyotini signalini qo'lga olishadi va u rostdan ham hali osmondaligini aniqlashadi. Lekin u mutlaqo boshqa joyga uchib ketayotganida. Dispetcherlar aybi tufayli ular Malaysia Airlines yo'qolgan samolyot haqida aytishmagan edi va faqat 4 soatdan so'ng MH370 Pekinga qo'nmagani uchun uni yo'qolganini bilishadi va katta qidiruv boshlanadi. 370-reysni Janubiy dengiz Xitoyda qidirishga tushdi, chunki o'sha yerda uni radarlardan yo'qotishgan edi. O'nlab vertolyotlar yo'qolgan samolyotni qidirishdi, lekin yo'qolgan samolyot haqida umuman izlar topilmadi. Va faqat 1-2 kundan so'ng dispetcherlar eski radarlarni va voyenniy radarlarni tekshirishayotganda, ular MH370 o'z yo'nalishini 180 gradusga o'zgartirganini aniqlashadi. U Vyetnam va Malayziya chegarasidan o'tganida Indoneziyani o'tib keskin janubga burilgan edi va yana soatlab uchib mutlaqo yo'qolgan edi. Samolyot uchish yo'nalishi samolyotning xatosi emas edi. Bu kimdir tuzgan plan edi. Lekin kim, nimaga va hozirgi payt samolyot qayerda degan savolga hech kim javob topa olmayotgan edi. Pichanda igna qidirish juda ham qiyin. Pichan qayerdaligini bilmasangiz, bu undan ham qiyin. Aynan shunaqa vaziyatda Malaysia Airlines'da ular samolyot qayerdaligini bilishmasada. Tepada aytgan samolyot yo'nalishimni birinchi davlat aytib chiqmagan edi. Jurnalistlar o'zlari o'rganib chiqib, bu narsani aytib berishdi. Keyin esa davlat bu narsani tasdiqlagan edi. Yana ozginadan keyin Londondagi kompaniya Inmarsat Malaysia Airlines bilan aloqaga chiqadi. Ular sputniklar bilan shug'ullanishardi va samolyotlar ularni yo'nalishmasada. Lekin ularning sputniklari samolyotni to'liq
yo'nalishini ko'rsatishi mumkin edi va yerdagi bir xil teoriyalarni yopib berardi. MH370 ni yo'lini ikkiga bo'lsak bo'ladi. Radar yo'qolgandan keyin 40 minutdan so'ng bo'lgan vaziyat. Bu haqida siz bilasiz va bu juda ham muhim narsa. Boshida odamlar samolyot yo'qolib qoldi emas, portlab ketdi deyshadi yoki esa terakt bo'ldi. Aynan shu tufayli samolyotdagi transponderlar uchib qoldi va bunaqa vaziyatlar rostdan ham hayotda bo'lgan. 2010-yil yuk tashuvchi Boeing 747 UPS kompaniyasiga tegishli edi va u Dubayda aviakatastrofaga uchraydi. Samolyot litiy batareykani olib ketayotgan edi va u bortda portlab ketadi. 1998-yil Swissair kompaniyasiga tegishli samolyot odamlarni olib ketayotganda Kanadada qulaydi. Malaysia Airlinesga tegishli MH370 da ham yuk bor edi va uni ichida litiy batareyka ham bor edi. Lekin tergovdan keyin samolyotni portlashi litiy batareykadan bo'lmaganini aniqlashadi, chunki u yaxshi upakovka qilingan edi va samolyot uchish yo'nalishi buni tasdiqlab turgan edi. Samolyotning ichidagi transporterlar bittada ishlashni to'xtatmagan edi. Birinchi transporter bitta joyda ishlashni to'xtatgan edi. Keyin esa 37 soniyadan keyin transponderlar umuman ishlashni to'xtatishadi. Bu degani samolyotda portlash bo'lmagan. Kimdir o'z qo'llari bilan birma-bir transponderlarni uchirgan va ular faqat kapitan xonasidan boshqarilardi. Hamda samolyot 180 gradusga yo'lini o'zgartirgani bu odamning ishi. Chunki samolyot avtopiloti 180 gradusga aylantira olmaydi. Tasavvur qilamiz. Samolyotda olov chiqdi va samolyot komandiri keskin samolyotni aylantirib qo'ymoqchi edi, lekin ular bu ishni qilishmadi. Ular yo'llarni davom ettirishdi. Hamda birinchi yo'lda samolyotni avtopilot emas, odam o'z boshqarib ketayotgan edi. Chunki samolyot ozgina chapga o'ngga tashiyotgan edi. Inmaksat sputniklari samolyotni ikkinchi yo'lni aniqlashdi. MH370 radarlardan yo'qolgandan keyin samolyot yana 6 soat katta tezlikda va katta balandlikda Antarktida tomonga uchib ketgan edi va Janubiy Hind okeanida mutlaqo yo'qoladi. Lekin bu ma'lumotlarni qidiruvchilar bittada qo'lga kiritishmagan edi. Shuning uchun ular samolyotni boshqa joyda qidirishadi va o'z vaqtlarini yo'qotishadi. Agar Malayziya davlati samolyotni g'alati yo'lini to'g'ridan-to'g'ri qidiruv xizmatiga aytishganida, samolyotni topish balki mumkin bo'lardi. Hamda unutmang, samolyotning ichida 200 tadan ortiq odamlar bor edi va ularning qarindoshlari Malayziya hukumatı o'zlari bu ma'lumotlarni tarqatishmayapti deb aytib chiqishadi. Ular aytishi bo'yicha samolyot umuman suvga tushmagan, ularni urib tushirishgan. Bu haqida hali gaplashamiz. Keling endi qidiruv xizmatiga qaytamiz. Har xil davlatlarga tegishli samolyotlar va kemalar yuzlab kilometr suvlarni tekshirib chiqishgan. Birinchi Janubiy Hind okeanini, keyin Andaman dengizini va oxirida Janubiy Hind okeanini qidirishga tushdi. O'sha yerda samolyot eng oxirgi marta radarlarga ko'ringan edi. 2 oy befoyda qidiruvdan so'ng qidiruvchilar suvlarni tagini tekshirishni boshlashdi. Malayziyaliklarning o'zlarining yetarlicha texnologiyalari bo'lmagani uchun ularning yordamiga Avstraliya keladi. Ularning muhim ishi samolyotning ichidagi qora qutini topish edi. Bu yerda pilotlarning har bir gaplari yozilgan edi. Yuzlab kilometr joyini tekshirishadi va 100 million dollardan ko'proq pul ishlatishadi va hech qanaqa narsa topilmaydi. Keyin Amerikaga tegishli Ocean Infinite degan kompaniya Malaysia Airlinesga aloqaga chiqadi. Biz o'z pulimiz bilan qidirib ko'ramiz samolyotni. Agar topolmasak, bizga pul bermaysiz. Agar topsangiz, pul berasiz deyshadi. Ocean Infinity 2 oy Janubiy Hind okeanini o'rganib chiqadi va hech nima u yerdan topisha olmaydi. Iyul 2015-yil samolyot yo'qolgandan 16 oydan so'ng Rion yo'l orolidagi ko'cha tozalovchilari Hind okeanida g'alati narsani topib olishadi. Keyinchalik bilishlari bo'yicha bu samolyotning qanoti edi. Qanot esa Boeing 777 samolyotiga tegishli edi. Uni pastidagi seriy nomerlarni tekshirib, qanot 16 oy oldin yo'qolgan MH370 Malaysia Airlines samolyotligini aniqlashadi. Keyinchalik Madagaskar va uning yonidagi davlatlarda MH370 tegishli 10 talab narsalarni topib olishadi. Lekin topilgan narsalar hech nima bermasada. Samolyot aniq Hind okeaniga tushgan edi va oqim tufayli ular Madagaskarga suzib kelganda. Keyinchalik Hind okeani oqimini analizidan so'ng oqim rostdan ham Madagaskar tomoniga bo'lganini aniqlashadi. Samolyotning qanotida hech qanaqa olov yoki singan izlarni topisha olmaydi. Bu narsalar esa MH370 reysida bo'lgan vaziyatlarni uskunani aybi emas, odam qilganini tasdiqlab turardi. 2018-yil MH370 samolyot tarixi va analizi haqida 450 varaqlik отчет taqdim qiladi. Ularning ichida
Boeing 777 samolyot haqida va samolyot qayerga uchayotgani yozilgan edi. Va kitobning oxirida MH370 reysi nimaga yoqilganini aniqlash mumkin emas deb yozilgan edi. Bu befoyda kitobni yozgan odamlar ham aytishadi. Transponderlar uchishi bu samolyot aybi emas, odam bu narsalarni qilgan deyishadi. Bu yerda yana bir teoriyani aytib o'tib ketishim kerak. Bu teoriya bo'yicha Boeing 777-samolyotni kapitanlar emas, dispetcherlar yerdan yoki esa hakerlar buzib kirib boshqarishgan degan gaplar ham chiqib ketdi. Lekin bu teoriya umuman haqiqatga o'xshamaydi. Chunki analizlardan keyin samolyot kabinadan boshqarilgani aniq bo'lib chiqadi. Shunday qilib biz samolyotni boshqarib kelgan odamlar haqida gaplashishga tushamiz. Pilotlar robot emas va ular oddiy odamlarga o'xshab stress situatsiyaga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Pul muhtojligi, ajrashuv va shunga o'xshaydigan narsalar samolyot boshqaruviga xalaqit berishi mumkin. Kapitan samolyotni o'g'irlab ketishi mumkin yoki esa o'z ish joyida o'z jonini boshqalarniki bilan olib ketishi ham mumkin va bunaqa vaziyatlar hayotda bo'lgan. 2014-yil Efiopiya samolyotida 200 tadan ko'proq odamlar bor edi va u Efiopiyadan Milanga uchib ketayotganda ikkinchi pilot samolyotni qo'lga oladi. Uchish jarayonida samolyot kapitani hojatxonaga chiqib ketganda ikkinchi pilot eshikni yopadi va boshqaruvni o'z qo'liga oladi va Shvetsariyaga yetib kelganda u davlatdan yordam so'raydi. Hech qaysi odam vafot etmaydi. 1999-yil Kairdan Nyu-Yorkka uchib ketayotgan Boeing samolyoti osmonga chiqqandan keyin 30 minutdan so'ng okeanga qunaydi. Amerika detektivlari aytishi bo'yicha bu ikkinchi pilotning ishi edi. U motorlarni uchirib samolyotni pastga yo'lantirganda 200 tadan ko'proq odamlar vafot etadi. 2015-yil Germaniya samolyoti Barselonaga yo'l olgandi va Alpa tog'larida u balandligini tushirishga qaror qiladi va samolyot tog'ga uriladi. Ikkinchi pilot bu ishlarni kapitan chiqib ketgan keyin qilishni qaror qildi. 150 tadan ko'proq odamlar vafot etadi. Shuning uchun FBR pilotlarni yaxshilab o'rganib chiqishdi. Ularni biografiyasi, oilasi, bank shoti va barcha mulklarini. Ikkinchi pilot 27 yoshlik Farik Abdulhamid. Uni hayotidagi vaziyatlar uni bu ishni qilishga yo'l bermayotgan edi. U sog'-salomat edi. Uni bank shotida yetarlicha pul bor edi. Uni tanishlari u haqida yorqin va o'z hayotini yaxshi ko'radi deb aytishardi. Hamda u yaqin kunlarda uylanish kerak edi. Farikni karyerasiga qarasak ham, u ham juda ham zo'r edi. 27 yoshda u Boeing 777-samolyotni ikkinchi pilot edi. Uncha-buncha odamlar bunaqa narsalarga erisha olmas edi va bu uni karyerasiga juda ham zo'r edi. Farikni hech qanaqa yomon taraflari yoki samolyot o'g'irlash sabablari yo'q edi. Uni faqat bitta minusi bor edi. Uni telefoni. Malaysia Airlines отчетida samolyot keskin aylangandan so'ng ikkinchi pilot telefoni Penang orolini tepasida yoqilgan edi va juda ham kichkina paytda telefonni set ushlab turgandi. U hech kimga telefon qilmagan edi yoki esa gaplashayotgan emas edi. U oroldagi svyajni ushlab olgandi. Telefon ozgina payt yoqilgan sababini hech kim bilmaydi. Eng qizig'i esa telefon haqidagi ma'lumotni Malaysia Airlines отчети internetga tarqalib ketgandan keyin aniqlangan edi. Davlat o'zi bu haqida aytishmaganda. Malayziya davlatida ishchilar juda ham ko'p pora olishini hamma bilardi, lekin bu ma'lumotni saqlash kimga foydaligini hech kim bilmasdi. Ikkinchi pilot samolyotni o'g'irlaganini va uni portlatgani haqida umuman ma'lumot va hattoki ishora ham yo'q. Keling endi Boeing 777 MH370 reysining kapitani Zaxari Ahmad Harsh haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Eslatib qo'yaman, Zaxari tajribali uchuvchi edi. 53 yildan beri u har xil samolyotlarni boshqarardi va 30 yil u Malaysia Airlines samolyotini boshqarib kelayotgan edi va katta vaqt ichida u Boeing samolyotini boshqarib yurganda. Uni reputatsiyasi juda ham zo'r edi. Uni xotini va 3 ta bolasi bor edi. Detektivlar keyin bilishlari bo'yicha uni salomatligi yaxshi edi. Bank shotida uni yetarlicha puli bor edi. Yonidagi ishlaydigan odamlar uni yaxshi stressga qarshi chiqa oladi deyshadi. Reysdan oldin uni harakatida hech qanaqa o'zgarishlar yo'q edi. Detektivlar aeroportdagi kameralarni kuzatib, Zaxarini yuzini, qo'lini, oyog'ini analiz qilishdi va u hech qanaqasiga siqilayotganini ko'rsatmayotganda. Bo'sh vaqtida Zaxari elektrika bilan shug'ullanardi va onlayn samolyot uchirardi. Zaxari hattoki o'z YouTube kanali ham bor edi. Video is to be used to optimize your compressor. Bitta so'z bilan samolyot komandiri bu ishni qiladigan odamlarga o'xshamas edi. Lekin Malaysia Airlines отчетida eng katta gumondor Zaxari edi. Malaysia Airlines отчети bo'yicha Zaxarining hayoti aytishganchalik yaxshi emas edi. U xotinidan alohida yashardi va ko'p qizlar bilan gaplashardi. Lekin bu hamma gaplarni
uni oilasi tasdiqlamagandi. Haqiqatan g'alati narsa. Bu kapitanning uyidagi avia simulyatori edi. Samolyot haydovchisi simulyator o'ynashi emas, uni simulятordagi reyslari edi. 100 tadan ortiq saqlanib qolgan va uchib ketgan reyslarning ichida FBRga g'alati ko'rilgan reys bor edi. U Janubiy okeanda tugardi va haqiqiy marshrutga ancha yoshardi. Ya'ni kapitan o'z reysini uyda repetitsiya qilgan bo'lishi mumkin. Aviatsiya bilan shug'ullanadigan odamlar MH370 tarixi bu oddiy narsa emas va oldindan tuzilgan plan deyishadi. Hamda Zaxarini aviasimulятordagi reyslari bular internetga tarqalib ketgandan keyin odamlar bu haqida bilishni boshlashadi. Malaysia Airlines o'zlari bu haqida ko'rsatishmagan edi. Malayziya hukumati esa bu oddiy tasodif va haqiqiy reys bilan umuman bog'lamagan deyishadi va boshqa mustaqil aviakompaniyalar bu gaplarga qo'shilishadi va bu oddiy tasodif deb aytib chiqishadi. Lekin bu oddiy tasodif bo'lmaganda Zaxari rostdan ham o'z reysini repetitsiya qilgan. Hamda bu aviasimulятordagi qo'nish nuqtasi yo'q edi. Simulyatorlarning ma'nosi bu bitta nuqtadan uchib ketib ikkinchi nuqtaga yetib borishidir. Bu aviasimulятordagi reysda esa Zaxari ikkinchi nuqta qo'ymagan edi. Bu vaziyatdan keyin nimaga Zaxarini asosiy gumondor deb hisoblashganini tushundingiz deb o'ylayman. Lekin bizda yetarlicha dalillar yo'q va uni asosiy gumondor deb aytib chiqolmaymiz. Lekin bitta narsa aniq edi. Hali hech kim bilmaydi samolyot qayerdaligini. Har xil radarlar samolyotni to'liq uchish joyini ko'rsatgan bo'lsa ham, biz samolyotni oxirgi vaqtlarini bilmaymiz. Samolyot sekin yoqilg'isi tugagani uchun suvga qo'nganmi yoki kimdir samolyotni tezlik bilan suvga urganmi? Va bu juda ham muhim narsa. Odamni xohishini tushunish uchun. Shturvalni boshqargan odam faol samolyotni boshqarib, keskin yo'lni o'zgartirgandi, elektronikani uchirgandi, maksimal radarlar ishlamaydigan joydan ketgandi va shuncha ishlardan keyin u samolyotni hamma yoqilg'isini tugashini kutganmi? Lekin bir narsa aniq, samolyotning oxirgi soatlarida yangi kun boshlangan edi va samolyotda tirik qolgan bir dona odam o'zini yangi va oxirgi kunini ko'rayotgan edi. Hamda yana bir qiziq narsa bor. Otshotlar bo'yicha samolyotni boshqarib ketayotgan odam samolyotni balandlikka ko'taradi va razgermatizatsiya qiladi. Razgermatizatsiya paytida eshiklar ochilib ketadi va tepadan maskalar tushadi. Ularning ichida esa kislorod bor. O'rtancha passajirlarga 5 minut yetadi. Kapitanlarning kislorodi esa 1 soatdan ko'proq yetadi. 1 soatdan so'ng MH370 ni boshqarib ketayotgan odam razgermatizatsiyani o'chiradi. Bu degani 227 ta odamdan u bitta o'zi tirik qoldi. Hozirgi kunlarda MH370 reysini qidiruvi to'xtatildi. Bir dona odamlarning tanasi ham topilmadi va Madagaskarning yonida bitta ikkita samolyotning detallaridan va qanotdan tashqari hech nima topilmagandi. Bu degani yo'lovchilarning qarindoshi va butun dunyo halokat qayerda bo'lganini va nima sababdan bo'lganini bilisha olmaydi. Yagona umid bu samolyotni boshqa detallarini topish va yangi ma'lumotlarga ega bo'lish. Lekin okean shunchalik kattaki, bu narsa nolga teng deb o'ylayman. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Hiya kanalida edi. Hammaga kattakon rahmat.